Assalomu alaykum obunachilar. Mening qo'lim mashhur dadamning qo'llari deb sizlarga bugun hamma joyda internetda ko'pchilik tayyorlab ko'rsatgan, food blogerlar tayyorlab ko'rsatgan piyozdan fast food tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun oddiygina bir 3-4 dona piyoz kerak bo'ladi. Bularni halqa shaklida to'g'rab, yana bir bor chayqab, suvidan quritib olamiz. Buning uchun yana unga aralashmalar va tuz tabga ko'ra qo'shib, yaxshilab qorishma tayyorlab olamiz. Bitta tuxum chaqamiz va 1 stakan bog' suv quyamiz. Suv aralashtirib, suyuq bo'tqa holatga keltirib olamiz. Non talqon kerak bo'ladi buning uchun. Avval piyozlarimizni qorishmada bo'ktirib, chiroyli qilib marinovat qilib, unli non talqonimizga botirib, qizib turgan yog'da pishirib olamiz. Ikki tarafini aylantirib, qizartirib pishirib olamiz. Ko'chada palon pulga sotib olib yeb yurishingiz mumkin. Fast foodlarda sotadi. Uni uyda tayyorlasangiz ham arzonga tushadi, ham mana bunday chiroyli bo'lib tayyor bo'ladi bir zumda. Oddiygina piyozdan ham yeyishga mazali bo'lgan narsa tayyorlasa bo'ladi. Kino ko'rib yeb o'tirishga nima yetsin? Xurd-dashit, qirsildoq, mazali, yoqimli ishtaha. Layk va podpiskani ayamaysiz. Hammaga tavsiya qilaman tayyorlab ko'rishni.